Mana bu opani gaplarini eshitib yig'lamaslikning iloji yo'q. Eshitamiz. Butun dunyoni kim boshqaryapti hozir? Kim boshqaryapti? Erkaklar boshqaryapti. Faqat oilani boshqara olmayapti xolos. Butun dunyoni boshqaryapti. Oilani biz tizginni ushlab olganmiz. Prezidentlar ham erkaklar, harbiylar ham erkaklar, snayperlarda ham erkaklar, to'g'rimi? Chegarada erkaklar, to'g'rimi? Eng qiyin ishlarda erkaklar, tank mingan erkaklar. Lekin oilada biz o'shani buxlashtirib yotibmiz ayollar. Oilani eplay olmasdan erkakka topshirish kerak, orqasida turish kerak. Erkakka topshirish kerak, orqasida turish kerak, tamom. Bilmagan joyini o'rganib turish kerak, bo'ldi. Topshiring muammo, topshiring. Hozir dadam bilib qolsa deb turib hayiqtirib qo'ymaysan. Hozir dadam bilib qolsa hayiqtirib qo'ymaysan. Meni ham qo'shib urishib qo'ying deb qo'ying yeringizga. Bolalaringizni eringizdan hayiqtirib olmasangiz, bittadan hayiqtirmaysiz. Shu ayolning fikrini to'g'ri deganlar kommentariyada o'z fikringizni ham yozib qoldiring.